Moskva Toshkent, Moskva Samarqand, Peter Toshkent, Peter Samarqand yo'nalishida avtobuslarimiz qatnashi davom etyapti azizlar. Ko'rib turganlaringdek, bugungi ikkita Toshkentga baravar chiqadigan avtobusimiz bor. Ikkalasi ham baravariga hozir yo'lovchilar joylashyapti. Bu tarafda mana tayyor Samarqandga chiqib keta turgan avtobus. Bu to'lda hozir priyama hozir haydaydi. Bu tomonda Samarqandga ikkinchi reysimiz. Bunisi ham to'lda azizlar. Bir kunda 3 tadan 4 tadan avtobuslar chiqyapti. Sankt-Peterburg, Moskva shaharlaridan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqa chiqib borasizlar. Bunisiga ham mana yo'lovchilar joylashyapti. Bunisi to'lda hozir chiqib ketadi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, avtobuslarning ichlarini ko'rsatamiz. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonch nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol shu raqamlar bilan bog'lanib, joylarini band qilib olishlaring mumkin. Reyslar har kuni bo'ladi. Transportlarimiz ichida yo'lda zarur bo'ladigan hamma jihozlar jihozlangan azizlar. Yo'lovchilarimiz salqinda avtobus yurish vaqtini kutib turishibdi. Men ketib to'g'riga bo'ldim. Hali Avtobusning ichida ruchkalar qo'yiladigan joylar bor. Har bir passajir uchun alohida zaryadli podnoslar qo'yiladigan joy. Orqada oldida monitorlar. Kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni chiqib turgan kunli reyslarimiz haqida to'liq ma'lumotlar qo'yib joylab boramiz. Hammasi yangi luks komfortli avtobuslar azizlar.